بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif Lam Mim Sad. Elif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlarni agahlandırışın üçün, müminlerge vaz nasihat kılışın üçün bu kitap, yani Kur'an sana nazil kılındı. Onundan, yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışıdan ensirep yürükin sıkılmasın. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ey insanlar! Sizler Rabbinlar tarafından sizlerge nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ergişinler. Allah'ını koyup cinlardan ve insanlardan boğan sizlerini azdırdıgan dostlarga ergeşmenler. Sizler vaz nasihatni az kubul kılısılar. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Biz nurgun şehirlerini halak kıldık. Bizning azabımız ulağa keçisi yoki tushdiki uxlayotgan chaqlarda keldi. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Bizning azabımız kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Biz elbette peygamber evetilgen ümmetlerden peygamberler tebliğ kıldı mı? Sizler qandaq cevap berdinglar deb so'raymiz. Peygamberlerden mi elbette Allah tapşırgan vazifini ada kıldinglarmı deb so'raymiz. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kıyamet günü ulanın ahvalını ulağa hakiki biliş asasıda eğitip verimiz. Biz uladın ayrılmagan idik. Yani ulanın hemme ahvalıdın haberdardırmız. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bu günde bendilerinin yaxşı yaman emellerinin ölçiniş haktır. Tarazisi yaxşı emelleri eğir çıkkanlar nicat tapkıçıladır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Tarazisi yaxşı emelleri yenik çıkkanlar bizden ayetlerimizni inkar kıyganlıkları tüpeyliden özlerine ziyan salgıçılardır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Şübhisiz ki sizlerni zımında yerleştirdik. Zımında sizlerge turmuş lazimetliklerini peyda kıldık.
Sizlarga Rabbinglarning mushundaq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda az shukr qilasizlar. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Şübhisiz ki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar Ademga hurmat bildirish yuzasidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi. İblis men uningdan ortiq meni o'tdan uni loydan yaratding dedi. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah iblisga aytdi. Sen bu yerdan, yani cennetten tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardinsan. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. İblis Mana kişiler qayta terildirilgan kunigacha, yani qiyomat kunigacha möhlet bergin dedi. قال إنك من المنظرين. Allah sana möhlet verildi dedi. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. İblis aytdi. Senin meni azdırganlıqından ula, yani Adem aleyhisselam ve onun avladıga vesvese qilish üçün çoqum senin toğru yolun üstüde olturman. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ondan ulağı çoqum oldidan, arqasidan, o'ngdan, soldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah aytdi. Cennetten ayıplangan ve rahmetimden mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldirman. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ey Adem, sen ayolun bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xoliqininglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolsizlar. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Lekin şeytan ularning yipiqliq avratlarini echib etish uchun ularga vasvas qildi. Şeytan aytdi:
Rabbinglarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishini mani qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Aldamçılıq usulları arqılıq ularni yuqori mərtəbədən tövən mərtəbəyə düşürdü. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Rabbi ularga koyib. Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni man'i qilmaganmidim? Şübhisizki şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Demaganmidim? deb nido qildi. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ula Rabbimiz biz özümüzge özümüz zulüm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah aytdi. Sizlar bir-biringlarga, ya'ni şeytan insonga, inson şeytanga düşman bo'lgan holda tushinglar. Ajilinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Allah aytdi. Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ey Adem balları, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yapadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalariga avratini yepish uchun libos yaratish, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ey Adem balları! Şeytan sizlarning ata-onanglarni azdırıp cennetten çıkarıp etkendek sizlarni mu azdırmasın. Şeytan ularning avratlarini özleriga ko'rsatish uchun kiyimlarini saldırıp etken idi. Şeytan ve onun qo'l ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz shaytonlarni
iymon aytmaydiganlarning do'sti qildik. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ular, yani müşriklar, birer yaman ishni qilgan chaqlarida ati bovullarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, haqiqatan Alloh yaman ishga buyurmaydi. O'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar? قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, Rabbim meni adil bo'lishga buyurdi. Her bir secde qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda qaytisizlar. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki ular Allohni qo'yib shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda gumon qiladi. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey Adem balları, her namaz vaxtida yoki Ka'bani tavob qiladigan vaqtda avratinglarni yeyib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yenglar, ishchinglar isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Aytqin ki, Allah bendileri üçün yaratgan libaslarni, şirin, pak rızıklarni kim haram kıldı? Aytqin ki, ula bu dünyada müminler üçün yaratılgan. Gerçi bu nimetlerden kuffarlarmı paydalanıvatkan bolsa-mı, ahirette bolsa müminlergile xastır. Biladigan kavm üçün ayetlerini muşundaq tafsili bayan qılımız. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki, Rabbim aşkara ve yoşurun yaman işlarning hammasini, günahlarni, kishilarga nahaq chiqilishni, Allohning shiriki bo'lish haqida Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Her bir ümmetning ajlining muayyan vaqti bo'ladi. Ajli kelganda ular birdammu ilgari kiyim bo'lmaydi. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ey Adem balları! İçinlardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga g'am qilish, qayg'urish yo'qdir. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankeşlik qilganlar davzax ahlidir. Ular hamisha davzaxda qolg'usidir. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allahqa yalğan çaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhil mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklari haqida o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah aytadi ki, sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergashguchilar, ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, "Ey Rabbimiz, bular bizni azdirgan, ularga 2 hassa do'zax azobi bergin" deydi. Allah hammaga 2 hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ularning orasidagi ilgirikilar, keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Şübhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankeşlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tmagicha ular jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundaq jazo beramiz. Lahum min جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Devzaqda ularning ostiga saladigan ko'psimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundaq jazo beramiz. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman etqanlar və yaxşı əməllərini qilganlar kişini faqat küçü yetadigan iş qila təklif qilamiz. Ani şular ahli jannatdir. Ular cennette hemiş kalıdı. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini elib tashladik. Yani cennetga kirganlar orasida o'zaro g'um adovat bo'lmaydi. Ularning ostidan o'stanglar iqib turdi. Ular jami hamda sana bizni bu ne'matlarga erishtiradigan amallarni qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أهل cennet, أهل دوزخqa. Biz Rabbimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Rabbinglar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan
bir jakarchi ularning arsida jakarlaydi ki, zalimlarga Allah'ның la'nati bo'lsin. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Zalimlar kişilerini Allah'ның dağdam yoludan tosudu. Onun egri bo'lishini tilaydi. Hem de ular ahiretke iman etmaydi. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Ularning arasida bir to'smin bo'ladi. To'smining ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning siymosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Rabbimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmagin deydi. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. A'raftikilar, ya'ni yaxshilikları bilan yomonliklari teng bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas, A'rafda to'q tutib qo'yilgan kishilar siymosidan taniydigan do'zaxiy odamlarga shundoq deb to'laydi. To'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi? أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Sizlar Allah'ның rahmetiga erişelmeydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga g'am qilish, qayg'urish yo'qdir deyildi. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ahli do'zax, ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz quyib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga Alloh bularni kofirlarga harom qilgan deydi. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا
وما كانوا بآياتنا يجحدون. Kafirlar dinlerini mesxire ve oyuncuk kılıp aldı. Ularni dünya terihçiliki al dedi. Ularning bugünkü kunga muloqot bo'lishini unutganliklari ve bizning oyatlarimizni inkar qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutmaymiz, ya'ni ularni davzaxtda qoldiramiz. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ularga kitap, ya'ni Qur'onni berdik. Uni ilmga tayangan halda bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ular faqat uning, ya'ni Qur'onda va'da qilingan azobning amalga ishishini kutamdi. U, ya'ni Qur'onda va'da qilingan azob amalga oshgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari uni unutganlar. Rabbimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning o'ydirgan ma'budlari ularni tashlab g'oyib bo'ldi. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Şübihisiz ki Rabbinla Allah asmanlarni ve zeminni 6 günde yarattı. Andın özünün ululuğuna layık ravişte erş üstüde karar aldı. Allah keçi bilen kündüzünü yapıdı. Keçi bilen kündüz birbirini qoğuluşudu. Allah quyosh, ay ve yıldızlarını Allah'ın emrige boysundurilguchi qilib yaratdi. Yaratish ve emr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostdanla Allah'ın ilkididir. Alemlerning Rabbi Allah'ın darajasi eng kattadir. Ud'u rabbakum tadarruan ve khufyah İnnehu la yuhibbul mu'tadin. Rabbinlarga tüvençilik bilen yoşurun dua qilinglar. Allah dua qilganda kaskemas so'zlab, to'lab haddidan oshirib etganlarni yoqtirmaydi. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah peygamberlerini evetip yer yüzünü tüzigenden keyin yer yüzüde buzgunçuluk kılmanglar. Allah'a onun azabıdan korkkan ve rahmetini ümit kıygan halda dua kılınlar. Şübhisiz ki Allah'ın rahmeti yaxşılık kılgıçılığa yakındır. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت
سخرت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Allah'ın rahmeti yani yağmur meydana keliş aldıda Allah bişaret qilib shamallarni evetidi. Shamallar eg'ir bulutlarni ko'tirgan chaqda ularni o'lik, ya'ni qoqjirab ketgan giyohsiz joylarga surimiz. Uningdan yağmur yağdırıp turlik meyvelarni chiqaramiz. İbret elishinglar uchun zimindan meyvelarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Mümbet yerinin giyahi Allah'ın izni bilen toluq ünüdü. Bu vəzi nəsiyyətki qulaq silib, onundan paydalanıdığan mü'minin misalıdır. Naçar yerinin giyahi az ösüdü. Bu vəzi nəsiyyətdən paydalanmaydığan kafirinin misalıdır. Şükür qılıdığan qavm üçün ayetlerimizni muşundaq şekillerde bayan qılımız. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Şek şübihisiz ki Nuh'ni öz kavmige peygamber kılıp evettik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla, sizlerge Allah'tan başka ibadet kılınışka layık hiç ma'bud yoktur. Men hakikaten sizlerinin büyük günün, kıyamet gününün azabı gelişinlerden korkumen, dedi. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Kavminin çoğunları, biz seni hakikaten roşen gümrahlıkta görmeyiz, dedi. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Nuh etti. Ey kavmim, men qilchimu gumrah emasman. Lekin men alemlerinin Rabbi tarbidan evetilgen peygambermen. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sizlerge Rabbimnin elçilikini yetküzümen. Sizlerge nasihat kılımen. Men Allah'ın vahiy kılışı bilen sizler bilmeydiğin nasilerini bilimen. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sizlerni agahlandırış için Allah'tan korkuşunla ve Allah'ın rahmetine erişişinler için sizlerge aranladı ki bir kişi arkalık Rabbinlardan nasihat gelişidin acablanamsizlar. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ula Nuh'ni inkar qildi. Nuh'ni ve onun bilen kimide billi boğanlarını qutquzduq. Ayetlerimizni inkar qilganlarni bütünley suğa g'arq qildik. Şübhisiz ki ula haqni ko'maydigan ko'r qavm idi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Allohdan qo'rqmamsizlar?" dedi. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Onun qavmining iymon etmagan cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz" dedi. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmaq emasman, lekin men olimlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Sizlarga Rabbimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Sizlarni ogohlantirish uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglardan nasihat kelishidan ajablanamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin basarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ula, ey Hud, ata-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud, sizlarga cho'qim Rabbinglarning azobi va g'azabi tushidi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar qo'yib olgan bu vaqtda Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan ismlar, ya'ni ota-bobonglar ibodat qilib kelayotgan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Allohning azobini kutinglar. Menmu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman, dedi. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Biz Hudni va uning bilan birga bo'g'chilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni taltüks halok qildik. Ular iymon etmagan edi. وإلى ثمود أخاهم صالحا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Semudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Allohning tish to'gisi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyari o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi." واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yad etinglar ki, öz vaqtida Allah Ad qavmidan keyin sizlarni ularning xalifalari, o'rinbosarlari qilib zaminga yerlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib o'ylar yasadinglar. Allah'ның ne'matlarini yad etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Onun qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Rabbi tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular: biz uning payg'ambarligiga albatta iymon keltiramiz dedi. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Heyliq takabburlar: sizlar iymon etqanga biz hargiz iymon etmaymiz dedi. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ula tish tөгini bo'g'izladi. Rabbining amrini tutishdan bosh tortdi va: ey Solih, rostdanla payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib baq dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ular halak bo'lgandan keyin Solih ularga oqsini qildi va: ey qavmim, men sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar dedi. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lutni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq. Öz vaqtida u öz qavmiga mundaq degan edi: sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Mundaq qabih ishni
Sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirilsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshib chiqamsizlar. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Lotning qavmining birdan bir javobi Lotni uning agashkichilari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar. Çünkü ular pak kişilerdir deyishdan ibaret bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Lotni uning xotinidan boshqa tava kishilar bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lguchilardan bo'ldi. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Ularga bir türlük yağmur yani taş yağdırdık. Günahkarlarning aqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Medyen xalqiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Sizlarga Rabbinglardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohlarni qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Sizlar Allah'a iman etganlarni qo'rqitgan, Allah'ning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allah'ning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga iymon etgan, yana bir guruh odam iymon etmagan bo'lsa, Allah bizning oramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Allah hukm chiqarg'ichilarning eng yaxshisidir.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Şuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Şuayb, seni cho'qim agashkichilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Şuayb: "Biz buning har ikkilisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar" dedi. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on choplagan bo'lamiz. Rabbimiz Allah xolisa biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz biz bilan qavmimiz orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarg'uchilarning eng yaxshisidirsan." وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Onun qavmining iymonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Şuaybga ergashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar" dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Şuaybni inkar qilganlar Allah'ның halak qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Şuaybni inkar qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Şuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, men sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kafir qavmga qayg'uray" dedi. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Biz meyli qaysi şehirge bolsun, birer peygamber evetken bolsak, şehir ehli onu inkar qilgan bolsa, ularning Allohga yalvarışları, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giriftar qildik. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Andın ularning beshiga kelgan kulpatni ne'matga aylantirdik.
Şunun bilen ular köpeydi. Ular bizning ota bovalarimizning beshiga haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati, Allah tarafidan kelgan uqubat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtum tut halok qildik. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Peygamberlerini inkar qilganlıqdan halak kılıngan şehirlerinin ahalisi iman etkan ve Allah'tan korkan bolsa idi. Elbette ulanı asman zımının paravanlıklarına müyesser kılattık. Lekin ula peygamberlerini inkar kıldı. Şunun bilen ulanı öz kılmışları tüpeyliden halak kıldık. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Peygamberlerini inkar kılıdığan şehirlerinin ahalisi bizning azabımızның özlerine keçisi gaflatda uxlavatqanlarda kelişidən qorqmamdı. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Şehirler ahalisi bizning azabımızның tuş vaxtida ula oynab turganlarda kelişidən qorqmamdı. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ula Allah'ın tozuqidin, yani ula tuyuqsiz turganda Allah'ın azab nazil qilishidin qorqmamdı. Faqat ziyan tatıqçı qavmlar Allah'ın tozuqidin qorqmaydı. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ziminin ilgiriki egilleri halak bolğandan keyin ziminga varis bolğuchilarni xolisak gunohi tüpeylidin halak qiladiganligimiz, dillerini pechatlaydiganligimiz ularga, yani ziminga varislik qilg'ichilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Aşu şehirle ahalisinin bazı haberlerini ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hikaye kılıp berimiz. Şek şübhisiz ki ulanın peygamberleri ulağa möcizlerini elip kelgen idi. Ula ilgiri haqni inkar qilganliklari üçün o möcizelerge iman etmedi. Allah kafirlarning dillerini en şundaq pechatlaydi. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Ularning to'lisining bergen va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining sheksiz fasiqlar, yani Allah'ның emir fermanlardan baş tatqıçılar ekanligini bayqadik. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Mezkur peygamberlerden keyin Musa'ni mücizlerimiz bilen Firavunga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Ula bu mücizlerini inkar kıldı. Buzgınçılık kılgıçılarının akıbetinin
qandaq bo'ldiganligiga qaragan. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Musa aytdi: Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning Rabbining payg'ambariman. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Allah namıdan faqat haqiqatdan boshqani aytolmaslikqa loyiqman. Rastınla Rabbinglar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza elib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota bo'g'illarining vatani muqaddas zaminga borsin. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Firavun Musaga: Agar sen Rabbing tarafidan bir mo'jiza elib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa asını tashlabidi, u nagahan oshkora bir yilonga aylandi. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Qo'lini yaqsidan chiqarib edi, u nagahan qarag'uchilarga nur chaqintib turadigan oq bo'lib ko'rindi. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Firavun qavmining cho'nglari aytdi: Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. U sizlarni zamininglardan haydab chiqarib etmoqchi. Nima maslahat bersizlar? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Ular aytdi: Uni va qarindishini to'xtatib turgan, hamda shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. يأتوك بكل ساحر عليم. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Sehrgarlar Firavunning qishig'i kelib, agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Firavun: Ha, shundaqla sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Ular, yani sehrgarlar: Ey Musa, Hasan'ni sen avval taşlamsan yoki biz o'zimiznikini avval taşlamdik dedi. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Musa: Sizlar taşlanlar dedi. Ular hası argamçılarını taşlap kişilerinin közlerini bağladı. Ularni, yani kişilerini qattiq cho'chitib etdi. Ular kişilerinin közleriga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musaga Hasan'ni taşlag'in deb vahiy qildik. Musa hassini tashlab edi, u yilonga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib etdi.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Haqiqat oshkori bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. وألقي السحرة ساجدين. Sehrgarlar sajdaga bordi. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ular olamlarning Robbiga, Musa va Harunning Robbiga iymon etdik dedi. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Fir'avn aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahardagi cheg'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ltirman. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz." وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Sen bizni faqat Rabbimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganligimiz uchunla ayblayotsan. Rabbimiz bizga sabr ato qilgan. Musulmon holatimizda jinimizni olgan. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasad tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Fir'avn: "Ularning ballarini o'ltiramiz. Ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz" dedi. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Musa öz qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohningdir. Allah onunğa bendilerinden o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodarlarga mansub" dedi. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Ula
Sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik, dedi. Musa, umidki Rabbinglar dushmaninglarni halok qiladi. Sizlarni ziminda ularning o'rniga dastidi. Sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qaraydi, dedi. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Allah'a qasam ki biz haqiqatan Fir'aun ve onun təvələrinin ibret elişleri üçün ularni qahatçilik bilen meyvelerinin husulini kemeytiş bilen sınadık. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ula eğer birer yaxşılıqqa erişse, biz onunla haqlıqmayız, deydi. Eğer ulağa birer yamanlıq kelse, ula bu Musa ve onun bilen bildi boğan müminlerinin şumlıqıdan keldi, deydi. Ulağa yetken yaxşılıq bilen yamanlıq Musa'nın şumlıqıdan emas, Allah'ın takdiridir. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ula yani Fir'aun kavmi közümüzni bağlaş üçün her qandaq möcüze keltirsen biz sana hergiz iman etmaymiz, dedi. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ulağa su apti, çeketke, pit, paqa, kan balalarını roşen möcizeler kılıp evettik. Allah'a iman etişqa ulanın geden geçki yol koymadı. Ula günahkar kavm boldu. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Ulağa bala nazil bolganda ula ey Musa Rabbinge özünün sana ata qılgan ahdi bilen yani sana bergen peygamberlikning haqiqiy hürmeti bilen bizden balani kötürüp etişke dua qıysan. Allah qasam ki eğer bizden balani kötürüp etsen sana çokum iman etimiz. İsrail avladını çokum sen bilen bildi koyup berimiz digen idi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Uladın balani vaqtliq kötürüp etken çığımızda ula tosattın ahdillerini buzdu. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Ayetlerimizni inkar qilganliklari ve ayetlerimizden gafil bolganliklari üçün ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafiga varis qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'aun va uning qavmining salganlari, ya'ni imoratlarini ve yasağanları, yani bağları ve ekin zarlıklarını vayran kıldık. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Biz İsrail avladını denizden ötküzüp ettik. Andın ula butlarıgı çoqunuvatkan bir kavminin yenidin ötkende, ey Musa, bizge mu ulanın butlarıgı okşaş but oruntup bəgin dedi. Musa, sile hakikaten nadan kavm ikensile dedi. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Şüphesiz ki aşu kişilerinin batıl dinleri gumran boğusudur. Ulanın kıygan emelleri bekardır. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Musa, Allah sileni zamanınladaki cihan əhlidin artıq qıyğan tusa, siləgə onundan başqa ilah izdəmdim, dedi. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Öz vaqtida siləni Fir'aunның qavmidən qutquzduq. Ula siləgi qattiq azabını tetitatdi. Oğullarınlarını öldüretdi. Ayallarınlarını xorlab işletişke elib qalatdi. Bununla Rabbinglardan siləgi zor sınaq bar idi. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ولا تتبع سبيل المفسدين. Bizge münacat qilishqa Musaga 30 keçini va'da qildik. Onunğa yana 10 keçini qo'shdik. Shuning bilan Rabbingning va'da qilgan vaqti 40 kechi bo'ldi. Musa qerindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmag'in", dedi. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
Musa biz va'da qilgan vaqt kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilgan chaqda Rabbim menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Lekin taq qarig'in. Agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ra olaysan dedi. Rabbi taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tüp-tüz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Rabbim sen paktursan, sana tavba qildim. Men iymon etquchilarning avvaliman dedi. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah aytdi. Ey Musa, men hakikaten seni zamanındaki kişiler arasından peygamberlikке ve men bilen bevosita sözleşishga tanladım. Sana men ata qilgan peygamberlikni qabul qilgin ve shukr qilguvchilardan bo'lgin. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Biz onun üçün Tevrat taxtlarına İsrail avladi dinde muhtaç bo'lgan va'zi nasihat ahkamlarının hammasini tafsili yazdık. Ey Musa, uni yani Tevratni mahkam tutqin, hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkamlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, yani Fir'aun va uning qavmining diyorini ko'rsataman. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Yeryüzüde nahaq takabburluk qiladiganlarni oyatlarimni tushunishdan yiroq qilaman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimu, uningga iymon etmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Musa'nın kavmi Musa'dan keyin, yani Musa Rabbiga munajat qilish uchun tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi?
Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'ichi bo'ldi. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'anliklarini tushungan chaqda, agar Rabbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Musa g'azablangan, g'amkin bo'lgan holda qaytib kelib, qavmiga "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Rabbinglarning amriga aldirab ketdinglarmi?" dedi va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Qarindishining chechidan tutib o'z tarpiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ldirib etgili tas qoldi. Sen meni ayıplab düşmanlarning kulkisiga qo'ymag'in. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in." قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Musa aytdi: "Rabbim menga va qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan." إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Şübhisizki mo'zayni ma'bud qilib olganlar Rabbining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliq qiladi. Allohga bo'hton qilg'uvchilarga biz mushundaq jazo beramiz. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Yaman ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Rabbing albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Rabbidan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa biz belgilep bergen vaqtda elip kelish üçün öz qavmidan 70 kishini tanladı. Ulağa zilzile yüzlengende Musa, Rabbim, xalagan bolsan ulani ve meni burunla halak kılgan bolatdın. Aramızdaki ahmaklarının kılmışı tüpeylidin bizni halak kılamsan. Bu fakat senin sınıkındır. Şu arkalık xalagan bendeni azdırırsan, xalagan bendeni hidayet kılırsan. Sen bizden egimizsen. Bizge mağfiret kılgın, rahim kılgın. Sen en yaxşı mağfiret kılgıçsan. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bizge bu dünyada mu paydalıq ilim, mol rızık ve salih amelge oxşaş, ahirette mu salih dostların üçün tayarlagan mükafat oxşaş yaxşılıq ata qılğın. Biz hakikaten sana tövbe qıldık, dedi. Allah aytdı. Azabım bilen ben dillerimden xalagan kişini azaplayman. Menin rahmetim məxluqatının həmməsiga ortaqdır. Rahmetimni Allah'tan qorxuçulağa, zakatni berdiganlarga ve bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ula elçige, ummi, xat tonumaydigan peygamberge, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ägişidi. Ula öz ilkideki Tevrat, İncillarda onun sübtinin yazılganlığını kördü. O, ulanı yaxşı iş qilishqi buyuruydu. Yaman iş qilishdan tosudu. Ulağa pak nəsilərini halal qılıdı. Napak nəsilərini haram qılıdı. Ulanın eğir yükünü yenikiltidi. Ulanı selingan taqaq koyzu kişenlerden boştudu. Yani ulağı yüklengen eğir vazifelerini elip taşlaydı. Onunğa iman etqanlar, onu hürmetligenler, onunğa yardım bergenler, onunğa nazil kılıngan nur, yani Kur'an'a ergeşkiçiler, bəxtke erişkiçilerdir. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Musa'nın qavmining ichida haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ula yani İsrailni 12 tarmoqqa jamoalar qilib bo'lib etdik. Musa'nın qavmi bayavanda uningdan suv talab qilganda Musaga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hassisi bilan toshni urdi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Ularga aytdikki, biz rizqlandirilgan lezzatlik narsalardan yengla. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon sog'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlari zulm soldi. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Öz vaqtida biz ularga, yani Bani İsrailning oti bo'g'illarga sizlar bu shahar, yani Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemekliklardan xoliqininglarcha yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin denglar. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zni boshqa so'zlarga o'zgartib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdik. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
Ula yani Yahudilardan deniz yani Kulzum denizi boyidiki Eyle degan shaharning ahvolini so'rag'in. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklimasidan chiqadi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Pasiq bo'lganliklari uchun ularni mushundaq sinaymiz. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Öz vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odam Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun va'zi nasihat qilasizlar dedi. Ular ya'ni va'zi nasihat qilguvchilar Rabbinglarning oldida gunohga sukut qilib turmadik deb o'zlari aytolishimiz uchun va ularning Allohdan qo'rqishi uchun ya'ni Allohdan qo'rqib gunohlarini to'xtatishini umid qilganligimiz uchun shunda qildik dedi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ular özleriga qilingan va'z nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allah'ның əmridən çıqqanlıqları üçün zalimlarni qattiq azobga duchor qildik. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ular özləri üçün çəkilən işlarni tərk etishdən baş tartqanlıqları üçün ularga xar maymun bo'lib ketinglar dedik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida Rabbing ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubhisizki Rabbing osiylik qilguvchilarni albatta tiz jazolag'uchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularni, ya'ni Yahudilarni yeryüzüde türlük firqalarga bölüp etdik. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tuvanlarimi bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ulardan keyin yaman avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halal haram demay qari qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shunda pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi.
kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Haqiqatan biz yaxshi ish qilguvchilarning ajrini zoya qilib o'tmaymiz. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Öz vaqtida Tur tağını qomurup ularning ustiga soyivandek tiklidik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Öz vaqtida Rabbin Adem ballarını ularning atıllarının pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Rabbi ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buningga guvohlik berdi. Ular, "Ha, sen bizning Rabbimizdirsan, guvohlik berdik," dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana shirik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularning gumrohlikdan ota-bobolarga ergishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula yani Yahudilarga şundaq bir adamның qissasini o'qib bergin ki, onunğa ayetlerimizni berdik. Yani Kitabullah'ның bazı ilimlerini öğretdik. O ayetlerimizden özünü tattı. Onunğa şeytan apiridi bo'lişi bilanla gumrahlardan bolup ketdi. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
agar biz xohlasak, uni taqvodor o'lim a'lo darajasiga ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'laversangmi, tilini chiqarib hasiraydi, qo'g'lavetmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. Tafakkur qilishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Allah hidayet qilgan odam hidayet topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Şek şübhisiz ki cin ve insanlardan nurg'unlarini devzaqqa yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'g'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'g'an bilanmi, u orqali Allah'ның kudretinin delillerini ko'maydi. Ular quloqlari bo'g'ini bilanmi, u orqali Allah'ның oyatlarini ibrat ilib ting'imaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Belki ular hayvondanmi battardir. Ana shular g'ofildir. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ını şula yani güzel isimleri bilen atanla. Allah'ın isimlerini kez kemmez kullanıdığanlarını terk edenler. Ula kılmışlarının cezasını tartıdı. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Biz yaratgan ümmetler içinde hak yolga davet kılıdığan ve hak'ı çıngtırdıgan bir ümmet var. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tuydurmasdan asta halokatga yaqinlashtiramiz. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ularga mühlet beriman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ular özünün hemrahi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mecnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Ular osmonlarning ve ziminning saltanati ustida Allah'ның yaratgan mahluqatları to'g'risida o'zlarining ajali yaqinlashgan bo'lishi mumkinligi haqida fikr yurgizmamdi.
Ular Allah'ның sözü ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi sözge ishinidir? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Allah azdırgan kişini hidayet kılgıç bulmaydı. Allah ularni gumrahlıklarda koyup berdi ki ular tınırkap yürüdü. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden kıyametinin kaçan boluduğanlıqını soraydı. Eytqin ki, qiyomat to'g'risidagi ilm faqat Rabbimning dargohidadir. Uni belgilagan vaqtda faqat Allah o'zi maydonga chiqardi. U, ya'ni qiyomat dahshati sabablik osmondimi, zimindimi haqiqatan uning ahli uchun og'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek onu senden soruşudu. Eytqin ki, u, yani qiyomat to'g'risidagi ilm faqat Allohning dargohidadir. Lekin kishilarning to'lisi qiyomat to'g'risidagi ilmning Allohga xos ekanligini bilmaydi. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Allah xalamasa özümge payda yetkizish, özümden ziyanni daf'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchramagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. O sizlarni bir candan, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Adem aleyhisselamның ünsi ölpet elişi üçün xotunini, yani Havvani onun öz cinsinden yarattı. Xotunu bilen yaqinchilik qilgandan keyin xotuni yenikkina qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. U balaning qo'rsoqda üsp cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkalan Rabbi Allohga agar bizga a'zolari bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilg'uchilardan bo'lamiz deb duo qildi. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Allah ulağa bicirim
o'g'il farzand ato qilganda bo'lsa, ularning farzandlari Allohga shirik keltirdi. Allah ularning shirik keltirganlardan pokdir. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Özleri yaratılgan, hiç nersini yaratalmaydigan narsalarni Allohga shirik keltiremdi. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ O narsalar çoqunğuçılarga yardım berelmeydi. Özlerine mu yardım berelmeydi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanlar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularga da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ Ular, yani butlarning mangadigan putları barmi? Yoki tutadigan qo'llari barmi? Yoki ko'radigan ko'zlari barmi? Va anglaydigan quloqlari barmi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, shiriklaringlarni chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishcha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalaringlar sizlarga yordam berolmaydi, o'zlariga mu yordam berolmaydi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsa-mu, lekin ular ko'rmaydi. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qiyg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilgin. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa,
Allah'ını əslaydı da, haqiqatni görüp bilip, şeytanın vesvesesinden xalas tapıdı. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Şeytanla kuffar biraderlerini buluşça azdırdı. Ulanı azdırıştın boşup kalmaydı. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ula talep kılgan möcizelerden birer möcizini keltirmesen, onu nimişka özün icat kılmadığın deyişidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqan ki, iş mening ilkimde emas. Men faqat Rabbim tarafidan bana vahiy qilinganğa amal qilaman. Özlikimden möcize yarata almayman. Bu Rabbinglar tarafidan keltirilgan dalillardir. Kur'an başka möcizelerge ihtiyaç kaldırmaydı. İman etkan kavm için hidayettir ve rahmettir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'ın rahmetine erişişinler için Kur'an okulgan çağda onu dikkat bilen anlanla ve cim turunla, yani söz kılmanla. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Rabbini yelingan ve onundan korkan alda içinde yad etkin. Ettigende akşamda onu pes avazda zikir kılgan. Gafillardan bolmagan. İnnellezîne 'inde rabbike la yestekbirûne an ibadetihi ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn. Rabbinin dergahidikiler, yani periştiler, Allah'a ibadet kılıştın baş tartmaydı. Allah'a tesbih etidu ve onunla secde kılıdı.